Ben etmey faqat kimligimni. Hop, So'qon somsasi bilan ham jannatga kirish mumkin-da. Bu ayol meni tanimas ekanlar. Zo'r ekan somsangiz. Zo'r ekan. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, hozir biz vodiydan qaytyapmiz. Yo'lda bilsanglar agar shu Ohangarondan o'tgandan keyin Toshkent yo'lida katta trassalarni chap yog'ida ham, o'ng yoq tarafida ham mana shunaqa ko'k somsalardan pishirishadi. Juda ham yaxshi ko'raman So'qon somsani. Mana shu yerda o'tirganimizda nimadir ichimdan shu ayol bilan gaplash, gapga tort, suhbatlash degan bir nido keldi qalbimdan. Nimaga suhbatlashayotganimni ham bilganlari yo'q. Atayin suhbatdan keyin o'zim bolalarga aytdim, kamerani yoqiylatdim. Xursand qilgan tarafi bu ayol meni tanimas ekanlar. Shu kelganlarida savol berdim. Bolalaringiz nechta dedim? 3 ta bolalarim bor. Ha, turmush o'rtog'ingiz nima qiladi? Ish qiladi desam, turmush o'rtog'im yo'q, vafot etgan. Mana shu yo'lda avtomobil urib, avariya bo'lib vafot etgan. 3 ta yetim farzandim bor dedi. Ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Nega yig'layapsiz desam, yo'l yuzda bo'lgani uchun bu ruxsatnoma yo'qligi uchun o'tga haydayapti, nima qilay? Halol mehnat qilib bolalarimni boqishim kerak-ku, bolalarimni o'qitishim kerak, maktabga chiqadi. Boshqa ish yo'q bu dedilar. Endi bilasiz, bu yerda ikki yoq tarafda dalada. Mana shu yerda mana shu tepalik orqasida uyda turar ekanlar, qabristonning orqasida. Alloh rozi bo'lsin, mana shunaqa halol, pokiza onalarimiz bor, ayollarimiz bor. Qarang, yomon yo'llarga kirib ketmasdan bolalarni sabr bilan, matonat bilan, jasorat bilan qahramonlarcha boqayapti. Bir doston qilib aytsa arzigudek tarixlari bor-da bu onalarni. Kitob qilib yozishga arzigudek hikoyalari bor bularni, isforlari bor. Bularning faryodlari bor. Hech kim eshitmaydi bularni. Mensimaydi, ko'rmaslikka oladi. Tef ketishadi, surib ketishadi, haydashadi. Mana shu oddiy bir somsa bilan ham, ko'k somsa bilan ham, So'qon somsasi bilan ham jannatga kirish mumkin-da. Juda ham xursandman. Alloh nasib qilganda. Har kimga ham nasib qilmaydi-da. Ikkita yetim farzandni halol pokiza yolg'iz o'zi qiynalib katta qilayotgan bo'lmasin bizning onalarimiz, ayollarimiz shunaqa sarson yo'lni chetida o'zi otasi o'lib ketgani, mana shu yo'lda vafot etgani yetar. Onani hech saqlab qolaylik. Bolalarimiz yaxshi o'qisin shu bolalar. Mana onani kechasi mana salqin, sovuq yo'lning chetida, hali kechasi 2-3 kecha mana shu yerda ko'k somsa yopib. Ishonasizmi? Men uchun eng lazzatli taom shu. Men hozir uncha hashamatli eng zo'r restoranlarda o'tirgandan ko'ra maza qilyapman. Qalbimda huzur, halovat. Chunki aslimiz mana shuda. Ko'p narsa kerak emas, baxtli bo'lishimiz uchun aytsa, bitta ko'k somsa bilan ham baxtli bo'lib jannatlarda sayr qilishingiz mumkin. Berib qoling, ulgurib qoling. Inshaalloh shularni g'oyib